Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi jazo lagerida jinoyat o'tkazish mumkinchiligi bor deb qaragan kishilarni qamab tutib turmoqda. Ma'lum bo'lishicha, lagerga elib ketilgan Sharq Turkiston xalqining a'zolari arab davlatlariga halol deb setilgan. Amerika fuqarosi va tadqiqlovchi jurnalist Ethan Gutman yangi tadqiqotida bu masalani o'tirg'a qo'ydi. Tadqiqotda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonliklarni jazo lagerida organ bankasi qilib ishlatganligi o'tirg'a qo'yilgan. Jazo lagerlarida hayotidan ayrilganlarning a'zolari halol organ nomida boy arab davlatlariga setilgan. Xitoy sud mahkamasining 2020 yili e'lon qilgan doklatiga asoslanganda Uyg'urlarning DNA avrishkisi haqsiz salomatlik tekshirishdan o'tgan hamda qonunsiz tijorat organining sonliq ma'lumot omboriga qo'shilgan. Uyg'ur ziyolisi va faoliyatchisi Ilhom To'xta 2014 yili 15 yanvar qo'lga ilinib, shu yili muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, Xitoy turmasiga tashlandi. 1-oyning 14-kuni Amerika Avom palatasining Xitoy ishlari ijroiya komiteti Twitter betida Ilhom To'xta shartsiz qo'yib berilsin deb bayonot e'lon qildi. Xitoyning Chengdu shahrida turishliq Pokiston bosh konsulxonasi Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini tilga olib, uchur yo'llagan bo'lib, bir qancha soat o'tgandan keyin Pokiston doiralari konsulxona Twitter hisobining hakkerlarning hujumiga uchirganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Pokistonning Chengduda turishliq bosh konsulxonasi 13-yanvar rasmiy Twitter hisobida Pokiston Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Pokistondagi kelkun ofatidan keyingi qayta qurish ishlariga qilgan yordami va qo'llashiga minnatdorlik bildirdi. Biz Uyg'urlarning kishilik huquq va erkinligi qatorliq masalalarni o'z ichiga olgan, o'zaro manfaat yetkazadigan masalalarda yaqindan hamkorlashmoqdamiz degan uchurni yo'llagan. Davlatlik istatistika idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Xitoyning nopusi 1961-yildan buyon tunji qitim tuvanlagan. Istatistika idorasining aytishicha, chet ellarni hisobga olmaganda Xitoy cho'ng qurug'lig'ining nopusi 2022-yili 850 ming kishi aziyib, 1,410 millionga tushib qolgan. 2022-yili 9,560 ming kishi tug'ilgan va 10,410 ming kishi o'lgan. Muhafazachi gazetining xabariga qaraganda, Xitoy hukumati yaqindan buyon nopus krizisining oldini olish uchun kishilarni bolaliq bo'lishga qoyil qilishga urinib kelgan. Gollandiya bosh ministri Mark Rutte Ukrainaga havo mudofaa sistemasi berishni xohlaydiganligini aytdi. Oqsaroyda Amerika prezidenti Joe Biden bilan ko'rishgan Rutte Rossiyaning Ukrainadagi hujumini aybladi va Amerikaning Ukrainani qo'llag'anligiga rahmat etdi.